Nasib qilsa, juda ham chiroyli kelin bo'lasan. Ilohim baxtli bo'lgin. Qizim, sen nimaga yasanib olding? Biror yerga ketyapsanmi? Ha, kuyovingizni ukasi olib kelgan ekan, darvozada turishgan ekan. Shunga qanaqadir surprizim bor degandilar. Shunga chiqib kelay, oyijon. Qanaqa syurpriz? Bilmadim. Mayli, nima bo'lsa ham kech qolma. Xo'p, oyi. Azizjon. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Aziz aka. Ko'zlarimga ishonmayman. Tushimmi yo o'ngimmi? Bu shunchaki sinov edi, Gulmira. Sinovimdan san o'tding. Lekin ayrimlar o'tolmadi. Aslida hech qanday baxtsiz hodisa bo'lmagandi. Ammo kutilmaganda mashinamni turtib oldim. Shunda men nogironga aylanib qolsam, meni shu holatda qabul qiladigan qiz uchrarmikin degan o'yga bordim. Va buni birinchi mushtariyda, keyin esa senda sinab ko'rdim. Afsuski, mushtariy bu sinovdan o'ta olmadi. Sen esa chin sevgimga munosib ekanligingni isbotlading. Endi bir umr seni ardoqlab yashayman.